Magistrlik nomzodlari uchun milliy istixborotda o'qish fursati. Turkiya Milliy istixborot akademiyasi istixborot xizmatlari, bexatarlik xizmatlari va rayon xizmatlari bo'yicha magistrlik programmalarining har biriga 15 nafardan o'quvchi qabul qilishni boshladi. O'quvchi qabul qilish yosh cheki yo'q. Vatandoshlik sharti bor bo'lib, o'quvchilarning ALES imtihon natijasi 75 dan. Chet el tillari shartlaridan inglizcha, fransuzcha, ruscha, arabcha yoki fors tillarining birida imtihon natijasi 80 dan va xohlagan bakalavrlik bilimini bitirgandan keyingi natijasi 2.5 dan yoki 65 nomerdan tuvan bo'lmasligi asos qilingan oldingi baholash sharti bor bo'lib, bu oldingi baholashda shart qo'shganlar yiziqcha ilmiy baholash imtihoniga ilindi. Bu bosqichdan muvaffaqiyatli o'tganlar 100 turani ko'rishga qabul qilindi. Layoqatli o'qish bitirgandan keyin Turkiya Cumhuriyeti Milliy istixborot tashkilotida istixborot mutaxassisi, farqli tillarda uchur analizi, tarjimonlik xizmati bilan shug'ullanadigan til mutaxassisi, tor bexatarligi, kripto pullar, sun'iy amri aloqa sistemlari, sun'iy aql va uchur analiz ishlari bilan shug'ullanadigan injenerlik qatorli xizmatlarni qilish fursatiga erisha oladi. Tafsilot va tizimlash uchun o'quvchilar rasmiy tor beti orqali tizimlash olib borsa bo'ladi. Tizimlash muddati 2025-yili 5-oyning 26-kunidan 2025-yili 6-oyning 10-kunigacha bo'lib, zapas o'quvchi tizimlash vaqti 2025-yili 7-oyning 31-kunidan 2025-yili 8-oyning 1-kunigacha olib berildi.